Assalomu alaykum hammaga. Men Qashqadaryo viloyati Qarshi shahar Abdulla Oripov nomidagi ijod maktabining fizika fani o'qituvchisi Ziyodov Abdulaziz bo'laman. Bugun sizlar bilan mayatniklar, ya'ni matematik mayatnikning tebranish davrini aniqlash mavzusini qisqacha ko'rib o'tamiz. O'ylaymanki, bu video darsimiz sizlarga foydali bo'ladi. Hozir aytib o'tganimizdek, matematik mayatnik yordamida tebranish davrini aniqlaymiz. O'zi birinchi bo'lib tebranish davri nima? Tebranish nima? Tebranish muayyan bir harakatning davriy takrorlanishi hisoblanadi. Matematik mayatnik yengil, cho'zilmaydigan, mustahkam ipga osilgan elastik sharchadan iborat bo'lgan sistema hisoblanadi. Matematik mayatnik ekraningizda ko'rib turganingizdek oddiy sistema hisoblanadi. Mana bu esa elastik sharcha. Buni o'zingiz uy sharoitida ham yasashingiz mumkin. Sharchani o'rniga tosh bo'lakchasini yoki bizda bu yerda endi maxsus laboratoriya arqoni ishlatilgan, o'zingiz kundalik turmushda ishlatiladigan ipni olib bu tajribani ham o'tkazishingiz mumkin bo'ladi. Matematik mayatnikda bir tebranish davri degani nima? Bir tebranish davri degani, masalan, mana shu turgan nuqtasi muvozanat nuqtasi hisoblanadi. Bir tebranish davri esa, masalan, mana shu nuqtaga og'dirib, shu nuqtadan sharchani erkin holatga qo'yib boradigan bo'lsak, uni yana shu nuqtaga qaytib kelishi bir tebranish davri deyiladi. Yoki mana shu markazdagi muvozanat nuqtasidan hisoblaydigan bo'lsak, shu nuqtadan sharchani og'dirib qo'yib borsak, borib, qaytib, yana shu nuqtaga kelishi bir tebranish davri hisoblanadi. Ekraningizda ko'rib turganingizdek, bizga mayatnikni tebranish davrini aniqlash uchun ipning uzunligi L, buni o'lchab olamiz va santimetrda chiqadi. Buni metrlarda o'tkazib olamiz va mana bu sharchani shakli, massasi hisobga olinmaydi bu yerda. Asosiysi uning elastikligi hisoblanadi, ya'ni qattiqligi, absolut qattiq jism bo'lishi shart bu. Xo'sh, biz bu tajribani amalga oshirayotgan vaqtimizda havoning gorizontal qarshiligini va sharchani massasini hisobga olmaymiz. Quyida ko'rib turibmiz, matematik mayatnikning tebranish davri formulasi T barobar 2pi iltizosida L taqsim J formula bilan topiladi, yoki bo'lmasam T barobar kichik T taqsim N formula bilan topiladi. Bu yerda ikkinchi formulamizda N tebranishlar soni, T esa shu tebranishlarga ketgan umumiy vaqt hisoblanadi. Hozir o'tkazadigan tajribamizda mana shu ikki formula bo'yicha matematik mayatnikni davrini hisoblaymiz. Biz hisoblagan natijalarimiz bir-biriga qanchalik yaqin keladigan bo'lsa, tajriba shuncha aniq bajarilgan bo'ladi. Bu qiymatlar bir-biriga 100% mos kelmasligi mumkin. Sababi kichik bo'lsa ham havoning qarshilik kuchi va o'lchashlardagi xatoliklar mavjud. Va sekundomerni bosgan paytimizda o'lchaydigan kishi darhol bosmasligi mumkin. 0,1-0,2 sekundlar ham tajribaga katta ta'sir ko'rsatishi mumkin. Keling sizlar bilan qiziqarli bir tajribani tekshirib ko'ramiz. Hozir aytgan ikkita formula bo'yicha natijalar bir-biriga qanchalik yaqin chiqqanini tekshirib ko'ramiz. Keling sizlar bilan yuqorida aytilgan ikkita formula bo'yicha tajribamizni o'tkazamiz. Buning uchun bizga maktabimizning 8-B sinf o'quvchisi Murodilla Temurbek yordam beradilar. Temurbek, yordam berasiz. Hozir mana bu matematik mayatnikni mana shu osilgan nuqtasidan sharchaning massa markazigacha bo'lgan masofani o'lchab berasiz. Chizg'ich yordamida. Men yozib boraman natijalarni. O'lchab bering. 38 santimetr. 38 santimetr. 38 santimetr yozdik. Endi keyingi natijalar bizga kerak bo'ladi. Natijalarni olish uchun sekundomer
Demak, ikkinchi tajribada Temurbek buni kichik burchakka og'dirgan holatda qo'yib yuborasiz. Bir tekis qo'yib yuborishingiz kerak. Endi boshlaydigan boshlaysiz. Buni bir bori qaytishi bir marta tebranish hisoblanadi. Shunaqa 12 ta tebranishni sanaymiz, aytaylik. Ana oling. Boshladik. Bo'ldi. 12 ta tebranish uchun taxribiy 15 sekund vaqt ketdi. Endi bu olingan natijalarni matematik mayatlikni yuqorida aytgan ikki formulasiga qo'yib hisoblaymiz va natijalar qanchalik bir-biriga yaqin keladigan bo'lsa, bizning tajribamiz shunchalik aniq bajarilgan bo'ladi. Barcha natijalarni hisoblab jadvalga yozib oldik. Rahmat sizga Temurbek, borishingiz mumkin. Demak, natijalarni hisoblab oldik. Birinchi formulamiz bo'yicha natijalar T barobar 2pi ildizosi L taqsim J formula bo'yicha o'rniga qo'yishlarni bajardik. Bu yerda pi 3.14 ga teng, L ipni uzunligi boya o'lchab oldik. 0.138 metrga teng. Santimetrdan metrga o'tkazib oldik. J esa erkin tush tezlanishi 9.81 ga teng. Hisob kitoblarini qiladigan bo'lsak, taxribiy javobimiz 1.1235 sekundga teng chiqdi. Bu birinchi formula bo'yicha natija. Endi ikkinchi formula bo'yicha, ya'ni uni mayatlikni tebrantirib o'lchangandagi natijalar esa T barobar T taqsim N formula bo'yicha T bizga kichik T umumiy ketgan vaqt tebranishlarga, N esa umumiy tebranishlar soni hisoblanadi. Bu bo'yicha hisob kitoblarni qilganimizda esa natijamiz 1.125 sekundga teng chiqdi. Ikkala natija haqida xulosa bildiradigan bo'lsak, natijalarimiz bir-biriga juda yaqin chiqdi. Demak, bajarilgan tajriba 100% ga yaqin holatda bajarilgan bo'ladi. Bu tajribani yana ham aniqroq bajarish mumkin. Buni bajarish uchun hozirgi bajarilgan tajribani bir necha marta kerak bo'lsa 10 martalab bajaradigan bo'lsak, 100% ga juda ham yaqin natijani olishimiz mumkin. Lekin 100% natija olish deyarli imkonsiz, chunki havoning qarshilik kuchi, tebranishning bir tekis bo'lishi bularga bizga xalaqit qilishi mumkin. Demak, bugungi darsimiz qisqacha mana shulardan iborat edi. O'ylaymanki, darslarimiz barchangizga qiziqarli va manzur bo'ldi deb o'ylayman. Bundan-da qiziqarli darslarni kuzatishni istasangiz, bizni quyidagi kanallarimizga obuna bo'lib qo'yishingizni so'rayman. Barchangizga rahmat. Keyingi darslarga ko'rishguncha xayr.